Shahar ataylab qilingandek og'ir sukunatga cho'mgandek tuyulganida, tajribali avtobus haydovchisi Markus Heyl odatiy tungi smena deb hisoblagan ishini boshladi. Bu safar uni vaqt, tovush va aqlidrok har doim ishongan tarzda harakat qilmaydigan joyga sudrab borishini bilmasdi va 17 avtobusni odatiy yo'nalishiga olib chiqqanida, u boshqaruv panelida galati miltillashni, ekranini 17 marshrutdan hech qachon eshitmagan yo'nalishga, 66 marshrutga o'zgartirgan qisqa uchqunni payqadi. Undan keyin mumkin bo'lmasligi kerak bo'lgan xabar keldi. Barcha yo'lovchilar yetkazib berilishi kerak va u uni orqaga qaytarishga harakat qilgan bo'lsa-da, har bir tugma tiqilib qoldi. Har bir tugma ochiq qoldi va gips rulni hech qachon yurmagan qorong'u, yoritilmagan yo'lga, hech qanday shahar xaritasida bo'lmagan, lekin go'yo uni kutayotgandek oldinga cho'zilgan yo'lga majbur qildi. Avtobus unga otib ketishi bilan orqasidagi ko'cha chiroqlari birin-ketin ochib yonib, faqat avtobus faralari qalin. Tuman pardasini yorib otib, tirik mavjudot kabi harakatlanayotgandek, uning atrofida ichkarida xohlaganidek aylanib yurgandek tuyuldi. Markus orqa kozguga qaraganida qotib qoldi, chunki orqa qatorda u aniq ko'tarmagan 6 ta yo'lovchi o'tirardi. Ko'rinadigan yuzlari bo'lmagan, harakatsiz figuralar, boshlari mumdan oyilgandek silliq. Qorong'u moy kabi yorug'likni aks ettiruvchi narsaga botirilgan eski, yirtilgan kiyimlar kiygan va ular qimirlamasalar ham, u pichirlashni eshitganiga qasam ichdi. Avtobus devorlari bo'ylab ko'rinmas hasharotlar oqimi kabi ko'tarilib tushib ketayotgan nafaslarning zaif xori, Markus ular bilan gaplashmoqchi bo'ldi, lekin ovozi og'ir havoda bosh chiqdi va yuzsiz yo'lovchilar javob berish o'rniga, xuddi tepalardagi narsani kuzatib turgandek boshlarini bir ovozdan ko'tarishdi va shu payt tirnalish boshlandi. Avtobus tomidan uzun, sudralib, mixlar tirnalib, oldinga va orqaga yurib, odam bo'lish uchun juda tez va og'ir edi. Markus tezlashib, sivilizatsiyaning biron bir belgisiga erishishga harakat qilib, tomir urishini qovurgalariga urayotganini his qildi. Lekin orqasidagi yo'l g'oyib bo'ldi. Siljib borayotgan tuman tomonidan yutib yuborildi. Faqat cheksiz yorilgan asfalt qoldi. U hech qayerga chuqurroq va chuqurroq olib borardi va tirnalishlar urilib, bir narsa yorilib, har bir gazablangan zarbada boshdagi metallni ezib tashlaganida vahima kuchaydi. Yuzsiz yo'lovchilar esa ko'rinmas iplar boshqarayotgan qo'g'irchoqlar kabi titradilar, boshlari xuddi tepalardagi narsaga quloq solayotgandek keskin egildi. To'satdan avtobus chiroqlari nazoratsiz miltillay boshladi. Yorug'lik va qorong'ulik o'rtasida ichkarini yoritib yubordi va bir miltillash paytida Markus dahshatli narsani ko'rdi. Endi yo'lovchilarning yuzlari bor edi, lekin ularning yuzlari insoniy emas, ularning xususiyatlari erigan mum kabi buzilgan, jaglari juda uzoqqa cho'zilgan, qora tishlari singan suyaklar kabi chiqib turgan, kos-kosalari bosh va polga tomchilab oqayotgan qora suyuqlikning qalin izlari oqib chiqayotgan edi. U kozlarni pirpiratganda chiroqlar butunlay ochib, avtobusni to'liq zulmatga botirdi. U yerda faqat tomdagi taqillatish ovozi qoldi. Endi esa ruldan suyaklariga titragan past, bo'g'iq guvillashlar qo'shildi. Chiroqlar nihoyat yana yoqilgandi. Har bir yo'lovchi to'satdan uning orqasida jimgina, haydovchi o'rindigidan otib, og'izlari nihoyatda keng ochilgan, tishlari yuzidan bir necha santimetr narida turardi. Markus tormozlarni bosdi. Avtobus tashlandiq yo'l bo'ylab yon tomonga sirgalib ketdi. U shiddat bilan to'xtaguncha, lekin yo'lovchilar qimirlamadilar. Ularning tanalari ko'rinmas qo'llar bilan tik ushlab turilgan jasadlar kabi g'ayritabiiy ravishda qotib qoldi va u qochishga umid qilib o'rindiqdan qoqilib tushganda, avtobus eshiklari ochilmadi. Xuddi avtobusning o'zi tirikdek va uni qo'yib yuborishdan bosh tortgandek hushtak chalib yopildi. Keyin pichirlash yana balandroq eshitildi. Bu safar u tushungan sozlarni hosil qildi. Siz oxirgi yo'lovchisiz. Keyin Tom nihoyat taslim bo'lganda chuqur gumburlash eshitildi. Juda ko'p barmoqlari bilan katta, burishgan qo'l metallni teshib, yuqoridagi panjaralarni ushladi. Keyin ikkinchi qo'l bilan urildi va keyin boshi teshikdan pastga tushdi. Terisi bosh suyagi bo'ylab juda qattiq cho'zilgan, shishasimon o'lik kozlari va tomogidan vertikal ravishda yirtilgan og'zi bilan qator-qator tishlarini ko'rsatgan dahshatli shakl. Markus yuzsiz yo'lovchilar qo'llarini unga ko'targanlarida qichqirdi. Kaftlari havoda yonib turganday tuyulgan belgilar bilan belgilangan edi va u favqulodda chiqishni majburlashga ulgurmasdan oldin jonzot butunlay ichkariga kirdi. Oyoq qo'llari singan hayvon kabi orqaga egilib, dahshatli tezlikda unga tomon sudralib bordi. Adrenalinning so'nggi to'lqini bilan Markus yon oynani o't o'chirgich bilan sindirib, sovuq tunga otildi. Tomirlarda qon yonib turgan tishli asfalt ustidan dumalab ketdi, lekin orqasiga o'girilganda avtobus endi yo'q edi. Faqat uzun bosh yo'l va tuman ichida zaif miltillovchi bitta ko'cha belgisi.
Shamol metallni larzaga keltirganda xabarni ko'rsatib turardi. 66 Magulot, keyingi kelish, siz va Markus. Yugurishga harakat qilganida, u yana uni eshitdi. Orqasida avtobus tormozlarining hushtak ovozi, eshiklar sekin, jozibali tarzda ochilib, tuman ichidan nimadir pichirladi. Sizning yo'nalishingiz tugallanmagan.